Do'stlar, Farg'onadaman. Mana sentrida o'tiribman. Kreditimni to'lab, Milliy bankka kirib to'lab chiqdim. Eson-omon qutulib olaylik hamma kreditlarimizdan. Sizlarga ko'rsatib qo'yay. Bag'da bog' bor, Bu yerda men o'tiribman. Orqamda Milliy bank. Archalar orqasida Milliy bank. Bog' sentrga ketadi. Anaqa sentrga ketadi. Bog' hokimiyat tomonga ketadi. Bu tomon tepaga chiqib ketadi. Endi sekin o'tib olamiz. Nari yuziga borib, endi sentriga borib choy ichamiz. Ikkita shashlik olib yesam 10 mingdan deyatdi. Endi svetofordan o'tib olamiz do'stlarim, azizlarim. Farg'onamiz go'zalda. Mana mashinalar. To'g'riga hokimiyatga ketadi. Bizga yo'q. Biz o'tib olamiz endi. Gullar. Voy, tez haydashmasa nima ekan, ha? Sekira haydasa nima ekan? Mana endi archalar. Havo yaxshi. Havo juda yaxshi, issiq ham emas, sovuq ham emas. Havolarimiz zo'r. Ko'z tegmasin. Qayerga bor ekan? Sentrga boryam ekan yo eski sumimizga kirib ashtga kiryam ekan do'stlar. O'zbekiston bayrog'imiz tinch bo'lsin, yurtimiz, yurtlarimiz tinch bo'laversin. Archalar. Burun chinorlarimiz ko'p edi. O'sha chinorlar yaxshi edi. Archadan chinor yaxshi edi. Archa ham yaxshi-yu, chinor baribir Farg'onaning ko'rki chinori edi. Chinorlar bekor yo'qotishdi, tashitdilardi. Bunaqa chiroyli edi eski paytda. Hamma ko'chasi bir xil. Salqin, Farg'onadan chiroyli joy yo'q edi. O'zbekiston bo'yicha to'g'risida. Lekin yaxshi bo'lmadi shu chinorlar yo'qotishgan. Yana ekishganda yaxshi bo'lardi. Kimdir chiqib ekaylik deb bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Do'stlar, endi men hozir Damas'ga chiqib olay. Keyin yetib olay, keyin yana videoyimni olaman, davom ettiraman. Bu joyda shunaqa ayiqchalar. Ayiqchalar. Suvlar, ko'lalar. Hozircha xayr do'stlarim.